Dunyodagi eng xavfli ichimlik gazli ichimliklar. Qon shakarini tez oshiradi, semirish va diabet xavfini kuchaytiradi. Dunyodagi eng foydali shirinlik asal. Energiya oshiradi. Tabiiy glyukoza va fruktoza tez quvvat beradi. Dunyodagi eng zararli mahsulot shirinliklar. Bolalarda qaramlik hosil qiladi. Miya shakarni ko'proq talab qila boshlaydi. Men yong'oqman. Miya faoliyatini kuchaytiraman. Organizmingni himoya qilaman. Har kuni oz miqdorda yesang foydaliman. Men makadamiyaman. Teri va sochlar uchun juda foydaliman. Men yong'oqman. Mening shaklim miyaga o'xshaydi. Bekorga emas, xotirani kuchaytiraman. Men yer yong'oqman. Menda oqsil ko'p. Sportchilar uchun juda yaxshi. Men keshyuman. Asablarni tinchlantiraman, kayfiyatni ko'taraman. Men Braziliya yong'og'iman. Immunitetni mustahkamlayman. Men kedir yong'og'iman. Har kuni oz-ozdan yesangiz juda foydaliman.